Yevropa Chempionlar Ligasida hozir to'plar kim bo'ldi? Rafinha bo'ldimi? 14 taga yetkazdi. Ha, rekordni urdi. Urdimi? Yevropa Chempionlar Ligasida. Bu hujumchi emas. Yo, Ispaniyada nechta urdi? Siz u yaqqol favorit statistikaga qaraydigan. Ispaniyada ham ancha-muncha gol urib qo'ydi. Assistlari ham. Ispaniyada ham uncha gol urib qo'ydi. Terma jamoada ham mana yomon emas. Bitta o'sha janjalni hisobga olmasa, kimlar urishib ketdi. O'tgan yilgi Rafinha bilan solishtirsangiz, hozir yer va osmon. Bu Flik xizmati. Rafinhani bunaqa progressini o'zi ham kutmagan hattoki. Yevropa Chempionlar Ligasida agar to'prar bo'lsa, bilmadim nimaga qarashadi. Agar Barsa yarim finalda yutqizmaganda yaqqol qaysi birdir oladi derdik. Ammo hozir ham menimcha ular beshlikda bo'ladi shubhasiz. Rafinha menimcha, Pedri va Yamal bo'ladi. Ammo u tomonda Lautaro va Dembele ham bor. Shularni hech solishtira olmayman lekin. Solishtirmang, solishtirishingiz shart emas. Ularni Saloh va Mbappe ham bor. Saloh qo'shsa bo'ladi. Mbappeni balki kuchli qanaqadir bor deng. 7-likda bo'lsa kerak. Lekin Lautaro bilan Dembele yomon o'tkazmadi, to'g'ri. Erta finalda hal qiluvchi bitta harakat qilsa-chi, Dembele ilib ketishi mumkin-da, Murod aka. Dembele ilib ketishi mumkin-mikan? Ha, finalda o'ynayapti. Shu o'yinchilarga solishtirsa bo'ladi. Jamol aka nima uchun Yamal? Hozir dunyoda yo'q, Yamaldan kuchli futbolchi yo'q. 98 ta gol urgan bo'lishi mumkin, 103 ta pas bergan bo'lishi mumkin. XG da bilmayman 48 ming qancha nimadir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bir narsalar qilgan bo'lishi mumkin. Eng ko'p gol keyin bitta narsaga e'tibor beringlar, sizlar Saloh bilan Rafinhani qo'shayotganinglarda butun mavsumda olyapsizlar. Oltin to'p 25-yil uchun beriladi. Yanvardan buyog'iga qaranglar. Mayli buyog'iga qaraysizlarmi, qayoqqa qarab, kundadan qaraysizlarmi, eniga, bo'yiga, uzunligiga qaraysizlarmi? Hozirgi kunda mening bu o'ta shaxsiy fikrim, subyektiv fikrim. Mana shu joyini kesib tarqatsanglar ham o'ta subyektiv fikrim. Hozirgi kunda hech qanaqa men ko'rgan mana shu o'yinlar orasida hech qanaqa Yamalga yaqin keladigan Rafinha ham, Saloh ham, boshqasi ham yaqin emas. Bu haqiqatdan ham yaqqol dunyoning eng kuchli futbolchisi. Ikkinchi o'ringa men Mbappeni qo'ygan bo'lardim. Yo'q, Mbappegina lekin bu yil u Yamalga qarshilik qila olmayapti. Mbappegina hozir jahon futbolida Yamalga qarshilik qilishi mumkin. Yo'q, Rafinha 88 ta ursin. Mana qolgan o'yinlarda bilmayman unaqa son bormi, 12 tadan gol ursin. U bilan lekin u Yamaldan kuchli futbolchi bo'lib qolmaydi.